2025 yilgi Chevrolet Spark bu kichik, ammo zamonaviy va tejamkor avtomobil bo'lib, shahar ichida haydash uchun juda qulay. Yangi modelda dizayn yanada soddalashgan, lekin texnologik imkoniyatlari va xavfsizlik tizimlari yaxshilangan. Avtomobilning old panjarasi kengroq, faralar esa LED tizimi bilan jihozlangan. Salonda qulay o'rindiqlar, multimedia ekrani va Bluetooth, Apple CarPlay hamda Android Auto qo'llab-quvvatlovi mavjud. 2025 yilgi Chevrolet Spark benzinli 1.4 litrli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 98 ot kuchiga ega. Uzatmalar qutisi sifatida 5 pogonali mexanik yoki chirt avtomatik variant tanlanadi. Ushbu mashina yoqilg'i tejamkorligi bilan ajralib turadi. O'rtacha 1 litrlik benzin bilan 18-20 kilometr masofa bosib o'tadi. Ichki salonda yuqori sifatli materiallar ishlatilgan bo'lib, oldi va orqa o'rindiqlar orasida yetarli joy mavjud. Sparkning xavfsizlik tizimlari orasida tormoz yordamchi tizimi, havo yostiqchalari, ABS va orqa ko'rish kamerasi bor. Bu kichik avtomobil yosh haydovchilar va oilaviy foydalanish uchun ham mos. Asosiy modelning bozordagi narxi O'zbekiston bozorida taxminan 155 million so'mdan boshlanadi. Yuqori komplektatsiyadagi variantlar 175-185 million so'mgacha yetishi mumkin. To'lovni bo'lib to'lash, kredit asosida olish imkoniyati ham mavjud. Dastlabki to'lov odatda 30-40 million so'm atrofida bo'ladi. Qolgan summa esa oyma-oy 36 oygacha muddatda to'lanadi. Oylik to'lov miqdori 3-5 million so'mdan 4-5 million so'mgacha bo'lishi mumkin. Bu bank shartlari va avtosalon siyosatiga bog'liq. 2025 Chevrolet Spark kichik o'lchamiga qaramay, qulaylik, zamonaviy texnologiyalar va tejamkorlikni o'zida mujassam etgan. U asosan yosh haydovchilar, talabalar yoki iqtisodiy jihatdan foydali avtomobil izlayotganlar uchun ajoyib tanlov hisoblanadi. Chevrolet Spark 2025 yilgi model. Bu arzon, ishonchli va chiroyli dizaynga ega shahar avtomobili bo'lib, kundalik hayotda sizga eng yaqin yordamchingiz bo'la oladi.